Ustagalar ko'rib turibsizlar mana. Onamizni kosmetika ishini olganmiz. Xudo xolasa bu domimizda, Chilonzorda bo'lyapti. 9-10 etaj bo'lyapti. Xo'sh, bu zalni mebellarni bo'shatib berishyapti. Bu uyda qisqa muddat yashashgan. Ko'rsanglar bo'ladi, lekin uyda ayrim bir narsalar xato bo'lgan. Patologda, devorda, bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi. Mana vinsang ishini. Vinsangani hamma biznikida defekt qidirib, u yoq deydi-yu, mana qora vinsangani ko'rsanglar bo'ladi-da. O'ta ayanchli holat turibdi. Bundan ham qizig'i ko'knada bor. Ko'knadagi vinsangani ko'rsanglar qo'rqib ketasizlar. Xudo xolasa bu uyni emotsiyaga, podkraskaga xudo xolasa topshiramiz. Mana bu ham vinsankadan dog' bo'yotibdi. Endi mana bu narsa вообще film bo'lib ketgan. Ko'rsanglar kulib yorasizlar, ya'ni. Endi qo'ldan kelgancha qilgan, qanaqa usta qilgan bilmaymiz. Bu ko'rib turgan bo'lsa, xabargarchilik bo'lmasin, avval shu usta ko'rib qolsa, prosta o'zini ishini ustasiga bergan yaxshiroq. Kafillar ko'rib turibsizlar, bu joyda oldin o'zbekcha anaqa qilgan. Supa bo'lgan o'tiradigan buzib tashlandi. Xudo xolasa bu joyda chiroyli qilib tiyagalar bilan boyitib qilib beramiz. Tepadan etajda xonalarimiz bor. Ro'paraga relief qilib beriladi, bu yoqda tiyagalar bo'ladi. Zinalar ozgina o'zgartiriladi, eshik ranglar o'zgartiriladi. Xonada ularga kirganingiz atmosfera boshqa narsa qilinadi. Zalda ko'rsanglar bular xudo xolasa, bu yoqda tiyaga, bo'ylab polni olib tashlanadi. Hamma narsa yechib tashlanadi. Chiroyli zo'r remont qilib beramiz.